Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar va obunachilar. Xudo xohlasa sizlarga yana bitta bomba chegirmamizni e'lon qilib o'tmoqchiman. Mustaqillik bayramimizni 35 yillik munosabati bilan xudo xohlasa sizlarga bomba chegirmani e'lon qilmoqchiman. Bunga qaysi mashinalarimiz amal qilishini hozir pastda aytib o'taman. Mana Ruyang brendimizdan i7 to'liq avtomat mashinamiz bo'ladi. Paddonlari zakriti, lapga ko'taradi, ipini o'zi uzadi, boshda oxirida zakr funksiyalari bor. Keyin buni yana boshqa mashinalarda bo'lmagan yana bitta funksiyasi, noichasini o'zi avtomatik bitta knopkani bosgan paytingiz o'raveradi. Bundan tashqari mana xuddi o'sha brendimizda Overlock variantlari bor. i9 modeli. Bu ham xuddi o'sha to'liq avtomat bo'ladi. Overlockni o'zida bilsalaringiz 2 dona pedal bo'ladi, bunda 1 dona bo'ladi. 1 dona pedal orqali ham lapkani ko'tarasiz ham Overlock qilib bo'lgandan keyin oxirida o'zi ipini ham uzib beradi. Bundan tashqari yana Baoyu brendimizdan to'liq avtomat, Zoje brendimizdan, Shangon va Vima brendlarimizdan ham to'liq avtomat mashinalarimiz mavjud. Xudo xohlasa ularni ham o'sha o'zini narxini 1% qo'shilmasdan 4 martada bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin. Bittasidan talab qilinadigan narsa o'zingizni shaxsiy atelyeyiz bo'lishi kerak. Hammalaringizga rahmat. Bu videoni ham atelyesi bor tikuvchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmanglar.